Assalomu alaykum. Meni eshitib turgan barchaga men Ravshanov Azamat Sheraliyevich Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 1-kurs talabasiman. Guruhim EMO83 ga. Bugungi taqdimotimizda biz sizlar bilan akademik ko'nikma va kasbiy kompetentlik fanidan o'zim tanlagan davlatim, ya'ni Germaniya davlati haqida bo'ladigan iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodiy jarayonlar va shunga o'xshash shu iqtisodiyotga doir mavzu to'g'risidagi bo'ladigan ma'lumotlar haqida gaplashib chiqamiz. Hop, birinchi qismiga keladigan bo'lsak, unda rejamiz bu 16 ta qism haqida barcha ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Birinchi qismimiz Germaniya Federativ Respublikasi bugungi kunda nafaqat Yevropaning, balki dunyoning eng rivojlangan va barqaror iqtisodiyotlardan biri hisoblanadi deb o'ylayman. Bu mamlakat asosiy ustun tomonlari yuqori malakali ishchi kuchi, korrupsiya darajasining nisbatan pastligi boshqa davlatlarga qaraganda innovatsion rivojlanishning yuqoriligi hamda kuchli sanoat bazasidir. Aynan shu omillar Germaniyaning Yevropadagi yetakchi iqtisodiy markazlardan biriga aylantirgan. Asosiy iqtisodiy modellari ko'rib turishimiz mumkin. Ijtimoiy bozor iqtisodiyotiga tayanadigan davlat hisoblanadi. Buni oxirgi ma'lumotlardan ko'rib chiqdim. Bu model bilamizki, erkin iqtisodiy model hisoblanadi. Germaniyaning nominal yalpi ichki mahsuloti Yevropadagi eng yirik iqtisodiyotlardan biri hisoblanadi. Dunyo miqyosida u yetakchi o'rinlardan egallagan, 3-o'rinni egallagan, ya'ni Xitoy va Niderlandiyadan keyingi o'rinda turadi. Uning PPP bo'yicha moslashtirilgan aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti 2024-yilda Yevropa ittifoqining o'rtacha ko'rsatkichining 115% tashkil qilgan ekan. Mamlakat iqtisodiyotida boya aytib o'tganimizdek, xizmat ko'rsatish sohasi yalpi ichki mahsulotining taxminan 72%, sanoat sektori esa 27%, qishloq xo'jaligi esa 2023-yilning ma'lumotlariga ko'ra 1% tashkil qiladi ekan. Germaniyada ishsizlik darajasi juda past hisoblanadi. 2020-yilning yanvar holatiga ko'ra 3,2%. Hozirda bundan ham past. Bu Yevropa ittifoqida 4-chi eng past ko'rsatkich hisoblanadi ekan. Keyingi ma'lumotimiz Germaniyaning yana bir muhim jihatidan biri uning Yevropa yagona bozoridagi ish o'rni hisoblanadi. 450 milliondan ortiq, ya'ni iste'molchi ega bo'lgan bu bozor Germaniya uchun juda katta imkoniyatlarni yaratadi. Mamlakat hozirda Yevro hududining bir eng muhim bo'lagi hisoblanadi deb o'ylayman. Umumiy valyuta kursi esa yevro va pul kredit siyosati Frankfurtda joylashgan Yevropa Markaziy banki tomonidan belgilangan. Bu yevrodan foydalanishning asosiy sababi esa savdo aloqalarini yengillashtiradi, moliyaviy barqarorlikni kuchaytiradi va valyuta xavfini kamaytiradi. Xitoydan Germaniya dunyoning 3-chi yirik eksportchisi va importchisi bo'lib, Xitoydan keyin 2-chi eng katta savdo profitiga ega davlat hisoblanadi. 25-yilning ma'lumotiga ko'ra, asosiy savdo hamkorlari Xitoy, AQSh, Niderlandiya bo'lgan ekan. 2024-yilda Fortune Global 500 ro'yxatiga ko'ra 29 ta kompaniya Germaniyada joylashgan ekan. Hop, adabiyotlar sharhiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda Germaniyaning 1999-2024-yillardagi iqtisodiy o'sish rejimlari tahlil qilingan ekan Eurozone Governance tomonidan. Uning tadqiqotlariga ko'ra, Germaniya iqtisodiy o'sishda eksport hal qiluvchi rol o'ynagan ekan. Shu bilan birga vaqt o'tgan sayin ichki talabning ham ahamiyati oshib borgan ekan. Makroiqtisodiy siyosatning o'sishi ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Demak, xulosa qilsak, Germaniya iqtisodiyoti faqat tashqi savdoga emas, balki ichki bozor faoliyatiga ham tayana boshlangan.
bu o'rganishdan asosiy topilma esa birinchi davrda eksportga asoslangan export led mercantilist rejim hukmron bo'lgan. Ikkinchi davrda esa bu rejim yumshoqroq bo'lgan. Uchinchi davrda esa weekly export rejim shakllangan. Xo'p, ikkinchi navbatda German Economic Review'ga keladigan bo'lsak, Germaniyaning iqtisodiy o'sishi eksportlar sektori va sanoat ishlab chiqarishning o'rnini egallagan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish samaradorligi oshishi va eksport raqobatbardoshligini kuchaytirgan, ya'ni Germaniyaning jahon bozoridagi muvaffaqiyatiga bevosita uning kuchli sanoat salohiyati bilan bog'liq ekan. Bundan topilma esa Germaniya iqtisodiy o'sishi eksportlarga juda bog'liq, boya aytib o'tdim. Ichki iste'mol nisbatan sust o'sib, iqtisodiy model eksportga tayangan o'sish sifatida tasvirlangan ekan. Hop, uchinchi navbatda Germaniyada sanoat, innovatsiya va iqtisodiy samaradorlik masalasida bag'ishlangan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, R&D investitsiyaviy xarajatlar, texnologik yangilanish va patentlar, ya'ni soliqlar sanoat unumdorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa Germaniyaning global iqtisodiyotdagi ustunliklaridan biri aynan innovatsiya ekanligini o'zimga xulosa qilib oldim. Topilmamiz innovatsiya Germaniyaning global raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri ekan. Hop, to'rtinchi adabiyotimiz esa Export Behavior and Firm Productivity in German Manufacturing. Germaniya ishlab chiqarish sektorida eksport xulqi va firmalar unumdorligi o'rtasida bog'liqlikni tahlil qilingan ekan. Unda eksport qiluvchi korxonalar odatda ichki bozorda ishlovchi firmalarga qaraganda bozorda samaraliroq deb fikr bergan ekan. Bu holat Germaniyaning tashqi bozoriga chiqish korxonalar rivojlanishiga kuchli turtki berishini anglatadi deb o'yladim. Bundan topilma esa Germaniya eksport qiluvchi korxonalar eksport boshlashdan oldin ham yuqori ishlab chiqarish samaradorligiga ega bo'lgan. Bu tabiiy, biroq eksport faoliyatining o'zi keyinchalik samaradorlikni sezilarli darajada oshirish bo'yicha kuchli dalillar topilmagan ekan. Xo'p, beshinchisi. Germaniyada umumiy mehnat unumdorligi haqida aytilgan va uning sektorlari bo'yicha taqsimlanishini yoritib o'tganman. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Germaniyada mehnat unumdorligi yuqori bo'lsa-da, global moliyaviy inqirozdan keyin umumiy omil samaradorligining o'sishi sur'ati biroz juda sekinlashgan. Bu esa kelajakdagi iqtisodiy o'sish uchun yangi innovatsion yechimlar va samarali iqtisodiy siyosat zarurligini ko'rsatadi. Mamlakat haqida umumiy ma'lumot beradigan bo'lsam, rasmiy nomlanishi Germaniya Federativ Respublikasi, G'arbiy va Markaziy Yevropada joylashgan davlat hisoblanadi. Boltiq va Shimoliy dengizlari shimolda, janubda esa Alp tog'lari bilan chegaralangan ekan. Germaniya 16 ta federativ shtatlardan iborat bo'lgan, hozirda ham shunday, va aholisi hozirgi paytda 84 milliondan ortiqroq. Germaniya poytaxti Berlin shahri, yirik moliyaviy markazi esa Frankfurtda joylashgan. Asosiy sanoat hududi esa Ruhr hisoblanadi. Tarixiy inson yashash qulli paleolitdan boshlangan. Germaniya Federativ Respublikasi ikkinchi rasmda ko'rib o'tiribmiz. Frank Walter Steinmeier hisoblanadi. U 1956-yilda tug'ilgan, 2017-yilning 19-martdan boshlab Germaniya prezidenti lavozimiga saylangan. Oradan 5 yil o'tgandan keyin 2022-yilda qayta saylovdan keyin ham ikkinchi muddatga qayta saylangan. Asosiy uning vazifalari federal prezidentlik hisoblanadi. Xo'p, 3-rasmimizga keladigan bo'lsak,
Bu Germaniyaning 2024-yildagi diniy tarkibi 46% deyarli 47% diniy yo'q aholi ekan. 23% katolik, 21% protestantlar, 3,9% islom diniga e'tiqod qiladigan, ya'ni musulmonlar. Mamlakatda asosiy tarqalgan din xristianlik dini bo'lib, taxminan 45 va 48% oralig'ida tashkil qiladi. 2015-yilgi diniy tarkibni ham qo'yganman. Bunda biz solishtirishimiz mumkin asosan. Bu 5-rasmimizda esa foiz ko'rsatkichida, ya'ni aholining 0 dan 100 gacha yillik yoshlar orasidagi erkaklarga va ayollarga taqsimoti haqida batafsil berib o'tganman. Iqtisodiy rivojlanish tarixiga keladigan bo'lsak, bilamizki, Ikkinchi jahon urushida Germaniya parchalanib ketgan davlatlardan biri hisoblanadi, ammo bu inqirozga kirgan paytida ham o'zini tuta olishi, bilimlariga tayangan holatda bu qiyin jarayonlardan chiqib keta olganligi bilan mashhur davlat hisoblanadi. Biroq o'sha qisqa vaqt ichida tiklangan iqtisodiy mo'jiza nomi tarixda mashhur bo'lgan, bu g'oya ustida ketgan Walter Wecken tomonidan ishlab chiqarilgan bu ijtimoiy mo'jiza bozori 1948-yilda amalga oshirilgan pul siyosati islohoti, ya'ni va narxlar nazoratini bekor qilishi bo'ladi ekan. 1989-yilda esa Fall of Berlin Wall sodir bo'lgach, Germaniya qayta birlashadi va bugungi kunda u dunyoning yetakchi iqtisodiy davlatlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bu rasmimizda ko'rib turibmiz, bo'sh ish o'rinlari sohalar bo'yicha ekan. Xo'p, bu grafikamizda esa 1970-yildan 1980-yillar orasida, bu yerda qisqartirib 2019 dan 2025 oralig'ida oldim, ammo ma'lumotlarim 70-yil va 80-yillar o'rtasida bosqichma-bosqich yangilanib, xizmatlar sektori iqtisodiyotda tobora kattaroq ulush egallay boshladi degan. Ko'rib turibmizki, grafikada 2020-yilda juda pasayib ketgan. Bunga asosiy sabab barcha davlatlarda COVID-19 pandemiyasi va energiya narxining bosimi o'sishini sekinlashtiradi ekan. Xo'p, 2024-yilda iqtisodiyot sust bo'lsa-da, iste'mol va eksport tiklanishi hisobga barqarorlanish kutilgan. Bandlik ko'rsatkichi esa OST o'rtachasiga nisbatan pastroq suratda o'sgani ham grafikda aniq sezilib ko'rinib turibdi. Keyingi rejamizga keladigan bo'lsak, yalpi ichki mahsuloti va iqtisodiy sektorlarning tahlili, makro iqtisodiyotiy holati. Germaniyaning 2018-yil va 2024-yillar davomida ma'lum bir tebranishlar bilan o'sib borgan, susayib bo'lgan koronavirus davrida. Ko'rib turibmizki, 2018-yilda taqriban 4,5 ni ko'rsatib turibdi, 4,5 milliard dollar. Xo'p, 2019-yillarda esa pasaygan va 395 darajasiga tushgan. Oxirgi 2024-yilda esa 470 darajaga yetgan. Bu grafikda umumiy xulosa berganda, 2020-yildan keyin Germaniya iqtisodiyoti pandemiyadan keyin qayta tiklanishni bosqichiga o'tib, barqaror o'sish sur'atlarini